Ular tabiatlarning tirik, biluvchi va qodir emasligini tan olishgan. Ma'lumki tartibli va mukammal ish faqat biluvchi va hikmatli zotdan sodir bo'ladi. Qarang, har bir tartibli va mukammal ish faqat biluvchi va hikmatli zotdan sodir bo'ladi. Bir narsani agar tartibli va chiroyli, hikmatli narsani ko'rdingizmi, uni tepasida bir kishi turibdi. Orqasida bir kishi turibdi. Hamma jabhada, hamma joy, ishxonadan tortib masjid, ko'cha, hamma joyda. Telefon shunday oling, tartiblimi, bosyapsiz, chiqyapti, hammasi joyidami? Uni ortida Apple turibdi, iOS turibdi, masalan, katta tashkilot turibdi. Xuddi shunaqa, qanday qilib bilmaydigan va qodir bo'lmagan narsa yaratishi mumkin? Tabiat o'zini qanday qilib yaratishi mumkin? Agar yaratuvchi hikmatli bo'lsa, uning yaratishida kamchilik ham, bu zararli hayvonlar ham mavjud bo'lmas edi. Demak, bu tabiatning ishidir desalar, biz aytamizki deyaptilar. Tushunarli bo'ldi-ya savol? Agar yaratuvchi hikmatli bo'lsa, uning yaratishida kamchilik ham, bu zararli hayvonlar ham mavjud bo'lmas edi. Masalan, pashsha, zarar kunanda nimalar bor, hasharotlar. Nima keragi bor deydi odam? Pashsha, go'ng tatiydigan, go'ng bilan mashg'ul bo'lgan pashsha nima keragi bor? Kimga kerak shu? Agar odamga nima qilsa agar, keragi yo'q-da. Bir paytlar Xitoyda chumchuqlar kerak emas, zarar kunanda deb chumchuqlarga bir necha yil hujum qilinganda chumchuqlarni ko'rgan odam o'ldiradigan, ragatka bilan o'ldiradigan qilib qonun chiqargan. Chumchuqlarga hujum bir necha yil bo'lgan bu narsa. Chunki zarar kunanda deb o'ylagan. Oqibatni bilasizlar nima bo'lgan? Bir necha yildan keyin chigirtka bosib ketib, o'sha tomortqalariga, nimalariga, hamma o'sha yerda nima chiqadi u yerdan? Hamma narsa zararga ketgan. O'sha, ya'ni bular o'zlaricha aqlli deb chumchuqni o'ldiramiz zarar kunada deb hammalar dabdalasini chiqargan. Keyin yana chumchuqlarni olib kelib, nima qilib, investitsiya qilib chumchuqlarni yana qilgan. Xuddi shunaqa pashsha ham xuddi shunaqa. Hozir kishi o'ylab turib, pashshada hech bir manfaat topmayman, nima keragi bor desa, biling o'sha pashshani siz va bizning hayotimizda foydasi bor. U 100%, u hech qanaqa shak shubha yo'q unda. Va pashshani ustida shunaqa bir kichkina bir hasharotlar borki, Alloh taolo o'shani aytib, Qur'onda bir qiziq ajoyib narsa oyat bordi. Ular ilgaritda kulishardi. Musulmonlar ustidan kulishardiki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ustidan qanday qilib siz ey Muhammad sollallohu alayhi vasallam chivin, asalari, pashsha, shunga o'xshash nimalardan zarbul masal keltirasiz. Hech, ya'ni aqlga sig'maydi-yu, bu kulguli-yu. Shu Qur'oningiz seni shunday o'rgatadimi? Qur'on shumi endi pashsha-yu chivini shundan gapirib o'tiramizmi? Deganda Alloh taolo aytayaptiki, innalloha la yastahi ay yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Albatta Alloh sizga misollarni keltirib, ba'uda, ya'ni o'sha paytni pashsha, kichkinagina chivin pashshasini misol keltirishidan ham fama fawqaha va undan tepasidagisidan ham hayo qilmaydi dedi. Shunda olimlar hozirgacha, yaqingacha mikroskop chiqqunga qadar ular aytishdiki, undan tepasi degani undan past, undan kichikni ham deb tafsir qilib kelishdi. Lekin yaqinda bilishdi, mikroskop chiqqandan keyin o'sha pashshani ustida ko'z bilan ko'rinmaydigan, mikroskop bilan ko'rinadigan kichkinagina bir hasharot, uni qonini so'rib turadigan bir hasharot borligini bilishdi. Va buni Alloh taolo 1400 yil oldin uni masxara qilma deyapti. Hatto chivin emas, ba'uda emas, fama fawqaha, uni tepasida turadigan chivindan ham hayo qilmaydi deyapti. Endi shu misolni oxirida aytayaptiki, hayo qilmaydi. Fa ammal ladina amanu fayalamuna annahu al-haqqu min robbihim. Nima uchun? Chunki ular iymon keltirganlar bu oyat alomatlar Robbisi tomonidan ekanligini, iymonlarini ziyoda qilish uchun misol keltirdi. Davomida aytayaptiki, va ammal ladina kafaru fayaquluna madha arada Allahu bihaza masala.
Yudillu bihi kathiran va yahdi bihi kathira va ma yudillu bihi illa al-fasiqin deyapti. Endi kofirlarni o'sha adashgan zulumatiga yana chuqurroq adashtirish uchun shunaqa misollarni keltiradi. Kimni Alloh taolo xohlasa hidoyatga chorlaydi, kimni xohlasa zalolatga chorlaydi deb bitta pashshani misol qilib, hatto ular kulishdi-yu, istehzo qilishdi-yu. 1400 yildan keyin mana bu galstuk taqqan, o'sha shlyapa taqqanlaring hali mikroskopni olib ko'rib, o'sha chivinni ko'rib, bu ajoyib ekan-u deb o'shalarni ham ustidan kulaman deyapti Alloh taolo. Nafaqat Qurayshni, Quraysh ustidan kuldi-yu, bu pashsha, chivin, shunaqa oyatmi bu, shu Qur'oning shumi deganda qiyomatga yaqin keladiganlarni ham ustidan kulaman deyapti. Holi bu bizni aqlimiz yetgani holi bu. Bu oyatning mo'jizasida bizni aqlchamiz endi yetib voh deb qolganimiz holi. Yana Allohu alam 1000 yilda bu oyat har asr o'zini mo'jizasini ko'rsatib chiqaraveradi. Bu tugamaydi. Bu Qur'on Allohning kalomi. Bu Qur'on Allohning kalomi, bu sifati bu. Bu maxluq emas. Siz bizga o'xshagan maxluq bir rivojlanib keyin o'lib ketadigan maxluq emas. Allohning sifati bu. Qiyomatgacha kalomidan Qur'on oyatlari chiqaveradi, bizni lol qoldiradi. Mana bu bitta misol, bu bittagina misol.